Bizdan ko'pchilik so'rashadi, universal drabikingizda makka bug'doy bir maydalar ko'rsatib bering deyshadi. Mana hozir makka bilan bug'doyni solib qo'yganmiz. 3 kW mismatolikda maydalar ko'rsatib beramiz. Bu akalar universal drabika любое donni changitib maydalaydi. Mana bunaqangi super drabikalarimiz bor, donni changitmasdan maydalaydi. Buni videolarni ko'rgansizlar, bilasizlar. Endi mana shunda donni qanaqangi holatda changishini ko'rasizlar. Mana boshladik. Xo'p, akalar ko'rgan bo'lsanglar, universal drabikamiz mana yorma holatda makka bilan bug'doyda maydalab berdi. Ushbu drabikamiz narxi 3 million so'm, O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazidagi dastavkalar tekin. Faqat bitta no tarafi donni universal drabikalar hammasi changitib maydalaydi. Changni ko'rgan bo'lsalaring, allergiyasi borlarga tavsiya berilmaydi. Tavsiyamiz faqatgina super drabikadan foydalanishni tavsiya beramiz. Bu umuman donni changitmasdan maydalaydi. Ko'rgan bo'lsalaring, yana videolarni qo'yib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.